Assalomu alaykum azizlar. 2 xonali 60 kvadrat Yevro remontdan chiqqan 3-qavat. Yangi 5 qavatli domdan topdim azizlar. Kirib kelish eshigi, prixoshka. Xo'p, bu yerga kladovka qilgan o'ziga 2 ga 1 ming taxminan. Xo'p. Prixoshkasi chiroyli. Xo'p, ikkita xona azizlar, 3-qavatda joylashgan. Ikkita bir xil xona, bittasi spalni, bittasi zal. Katta ikkita xonasi mavjud. Xo'p. Remontdan chiqqan azizlar, registrlari bor, derazalari Aquaplast. Ana lokatsiyasi azizlar 6-mikrorayon. Orzu marketdan keyin yangi domlar. 2-liniyaga joylashgan ushbu domimiz. Azizlar, 2-xonaga o'tamiz. 2 yashash xonamiz ham xuddi shu razmerda, xuddi shunday bajargan ishlari, registrlar bor, pardalar, handillar hammasi bajargan azizlar. Kamuko'si yo'q azizlar. Xo'p, sanuzilimiz ham tayyor, 100%. Litoy unitaz, vanna, iranskiy kafel va sensorni oynacha o'rnatib beradilar egalari inshaalloh. Xo'p, va oshxona azizlar, oshxona ham tayyor. Ana faqat mebel qo'yib kirish kerak. Xo'p, shotchik, duxkonturni katyor, suvlar, kanalizatsiya, hammasi registrlar, hammasi bor azizlar. Xo'p, azizlar, lokatsiyasini yana bir aytib o'tamiz. 6-mikrorayon, Orzu magazin, Orzu magazindan keyin So'zani magazin, chapga kiramiz, yangi domlar bu yerga qurilgan 2-liniyada ko'p qavatli 5 qavatli domning 3-qavatda joylashgan 60 kvadrat 2 xonali. Narxi azizlar $42 ming va albatta kichkina zazorchasi bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Всех от души уважаю, премиум mulk.